Mana basseynimizda 20 ga 8 skimelniy holat. Lekin shu o'rinda aytib o'tish kerak. Bu tog'li hudud bu. Shaharda basseyn saqlash uncha muammo emas, lekin tog'li hududda basseyn saqlash sal qiyinroq vazifaga kiradi. Shuning uchun ko'p joyda tavsiya beramanki, basseyn shakllantirayotganda har bir elementga e'tibor beringlar. Sababi bu to'g'ri ishlab tursa, sizga foyda olib keladi, sizga bu ko'zga quvonch bo'ladi, sizga zavq beradi. Hojatingizni chiqaradi qo'pol gapirganda. Lekin bu hojat talab bo'lib qolsa, mehr talab bo'lib qolsa, ishoninglar, ancha sizlarga jabr yetkazib qo'yishi mumkin bo'ladi. O'shaning uchun shu basseynni boshida shakllantirayotganda bir har bir narsaga, har bir punktga e'tibor berish kerak. Ya'niki tog'li joylarni e'tiborga olish kerak. Bu yerdagi iqlimni hisobga olish kerak. Va bilan shaharga nisbatan bu yerda ancha salqin bo'ladi. O'shaning uchun har bir narsani e'tiborga olib qurdirsangiz, mayli sizga bir qism qimmatga aylanar. Lekin ishoning, ertaga ortiqcha xarajatga boshingiz kirmaydi. Mana bu yerda hozir shu egalari endi vaqt soati yetibdi. Shu basseynga mehr berishi, lekin hali aytgandek bu juda mehr talab holat. Buni basseyn o'ziga mehr berish kerak va basseynning atrofiga ham mehr berish kerak.